Bexillik kasallikdir. Abtori Muhammad Yusuf. Birinchi qism. Xo'shallik beg'ishlashdan keladi. G'arbning va Sharqning faylasuflari qadimdan ta hozirgacha ko'p narsalarda ixtiloflashgan. Hatto Alloh taolaning mavjudligidimi ixtiloflashgan. Ammo birli narsada hammasi birlikka kelgan. U bo'lsa-mu eng cho'ng xushallik beg'ishlashdan keladi degan haqiqatdir. Boshqalarga beradigan, beg'ishlay olgan va xushal qila olgan inson haqiqatan baxtli insondir. Chunki olgandagi xushallik vaqtlik bo'lib, uzun davomlashmaydi. Ammo bergandagi xushallik davomlashadi va berguchidimu, olg'uchidimu unuta olmaydigan izlarni qoldirdi. Koreyada ma'lum bir gul setish do'konining xo'jayini xaridorlar buyurtgan gullarni o'zi yetkazib berishni odat qilib olgan bo'lib, har kuni o'zi gul to'shiydi ekan. Bir kuni ishchilardan biri uningdan "Xo'jayin, biz yetkazib bersakmi bo'lmamdi? Siz nimancha jafo tortasiz gul to'shib?" deb so'rabdi. Xo'jayin, jafo tortib dedingizmi? Jafo tortmasak halovat bo'lmaydi. Men gullarni kishilarga yetkazib bergan vaqtimda ularning chehrida porlagan xushallik va saodatdan bahramand bo'lish uchun shunday qilaman. Chunki men har qitim xaridorlarning chehridagi xushallikni ko'rganimda o'zimda cheksiz saodat his qilaman, deydi. Bir boy xushallik izlab hammani qilib boqadi. Dunyoni sayohat qiladi. Haramga boradi. Yo'qsullarga yordam tarqatadi. Musofirlarni mehmon qiladi. Hatto ahliga kelgan yaxshiliklarning hammasini qilib boqadi. Ammo o'zida xushallik yoki ozroqmi saodat his qila olmaydi. Kunlarning birida bir do'sti uning g'amkin holatini ko'rib, uningga "Adash, sen xushallik uchun hammani qilib boqqan bo'lsangmi, yanada holing o'zgarmidi? Beg'ishlashda xushallik bor deydi ekan. Agar xohlasanglar, paloni mahalladagi meyib bolalar markazini ziyorat qilib beqib, ularga ehtiyojli narsalarni eppasak qandaq?" deydi. Boy bu taklifga ma'qul keladi. Shuning bilan ular meyib bolalarga birardan harva va kiyim-kechak ep berib, ularni ziyorat qiladi va ularni boy o'z qo'li bilan tarqitadi. Boy amdili qaytishib tamshilib turganida bir bola uning oldiga kelib, chiroyiga sinchilab qarab turdi. Boy, "Balam, bira hojiting bormidi?" deb so'raganda bola, "Yo'q, efendim. Bizning hojatlarimizni siz ravo qildingiz. Qiyomat kuni Rabbimga sizning bizga yordam qilganligingizni deyman. Shunga sizni obdanroq to'nib olay degan edim", deydi. Boy shu chaqda un silib yig'lab ketadi va "Hozir men hayotimdagi eng xushallik lahzalarimni yashayapman. Barliq yuklarim yengillab qoldi. Mushu lahzadagi xushalliqim uchun butun boyliqimni atashga rozi edim", deydi.